Bir narsadan doim qo'rqib yashadim onasi. Yetim bola baribir yetimligini qilar ekan. Xullas, gapni u yoqdan bu yoqqa aylantirgan. Ha, endi niyati jiddiy bo'lmasa kerak unda. Dadamning kompaniyalardan xabaringiz bor. Juda og'ir ahvolda. Sizlarning kompaniyalardan tashqari bizga xom ashyo yetkazib beradigan kompaniya boshqa yo'q. Shunga kelishib olsak. Nima desam ekan? Men sizlarni sog'indim. Biz ham sizni sog'indik. O'rningiz bilindi rosa. Dadang 10 ming so'mni nima qilar ekan-a? Bilmayman, oyi. Shunchaki oyindan pul so'radilar. Menga uni umuman gapirmagin degandim-ku. Agar yana o'sha haqida gapiradigan bo'lsa, sen bilan gaplashmayman. Anvar bilan ko'rishmadingizmi? Yo'q. Ko'rishim kerakmi? Nigohlarim o'siz yig'laydi, orzulardan kechib bo'lmaydi. Kechdim dunyo dardidan, sendan kechib bo'lmaydi. Nigohlarim o'siz yig'laydi, orzulardan kechib bo'lmaydi. Kechdim dunyo dardidan, sendan kechib bo'lmaydi. Salom alaykum sevgi, go'yo o'shanda orzu, mana ko'rishdik qayg'u, nahotki sevgimiz bu. Salom alaykum sevgi, go'yo o'shanda orzu, mana ko'rishdik qayg'u, nahotki sevgimiz bu. Keling, siz o'tirib turing, men oyimni chaqirib kelaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, xush kelibsiz. O'tiring. Sizga nimadir kerakmi? Kofe, choy, suv? Yo'q, rahmat. Hech narsa ichmayman. Xo'p, yaxshi o'tiring. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiring. Tinchlikmi, meni chaqirtirgan ekansiz? Ha, chaqirtirgandim. Siz bilan gaplashib olaylik. Ko'ryapman, qizimni juda ham yaxshi ko'rar ekansiz. Lekin qizimda buni aksi. Sovchilar eskib ketgandan keyin men xo'jayinim bilan gaplashib ko'rdim. Menimcha ular rozi. Lekin hamma gap Laylida. Erim va o'g'lim agar Layli rozi bo'lmasa, uni hech qachon sizga uzatib yormaydi. Meni nima demoqchi ekanligimni tushunyapsiz-a? Tushunyapman. Men ham shunga harakat qilyapman. Laylini ko'nglini olyapman. Uni ko'nglini ola olmaysiz. Buni faqat bir yo'li bor. Qanaqa yo'l? Bu nima qilganingiz? O'lib ketardingiz-ku. Ko'zga qarab yurmaysizmi? Urib yorardim hozir.
Mashina kelyapti-ku, ko'rmayapsizmi? Uzr. Ko'rmay qopman. Sal qoldi meni ham qamatib yuborardingiz. Ey, ko'zingga qarab yurmaysanmi? Qaragin ahvolingni. Nima qilib qo'yishing mumkin edi? Uzr. Anvar aka, yaxshimisiz? Ehtiyot bo'ling. Kim o? Kim? Layli, senmisan qizim? Ha, oyijon, menman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke bola? Yaxshimisiz, oyijon? Yaxshi o'tiribsizmi? O'zim o'rgilay sendan qizim, yaxshimisan? Menligimni qayerdan bildingiz, onajon? Men seni hidlaringdan bilaman qizim. Biz ko'zi ojizlarni ko'zlari ko'rmagani bilan sezish, hid bilish, his qilish qobiliyatlarimiz juda ham rivojlangan bo'ladi qizim. Men seni atiringdan tanidim qizim. Sen o'tgan safar ham xuddi mana shu atiring sepib kelganding, to'g'rimi Layli? Bu atirni Anvar akam sovg'a qilgandilar. O'g'limni didi chakki emas. Qizim, o'zing yaxshimisan? Yaxshiman, onajon. O'zingiz tuzukmisiz? Sizni ko'rgani keldim. Bolam, juda ham yaxshi qilibsan. Men o'zi hozir zerikib o'tirgandim. Hozirgina qo'shnilarim chiqishgandi. Hozir chiqib ketishdi. Onajon, men sizga hozir choy damlab kelaman. O'tirib choy ichib gaplashamiz, xo'p? Xo'p. Juda yaxshi bo'ladi, qizim. Hozir, onajon. Meni qayerga olib kelding? Yuring ichkariga. Ko'rasiz. Bu kimni uyi? Bobomning uylari. Bobom bilan ko'rishamiz, u qaytamiz. Bobong bilan? Ha, shunday so'rashib ketamiz. Xo'p, faqat tezlasha qolgin. Sizni o'zi bobom bilan tanishtirmoqchiman. Bobojon. Zarnigor, o'zingmisan qizim? Assalomu alaykum bobojon. Alaykum assalom. O, katta bo'lib qolibsan-ku. Bo'ying ham o'sib qolibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz otaxon? Yaxshimisiz bolam? Bobojon, anchagina yosharib qolibsizmi? Nimasini aytasan? Kundan kun qarib qolyapman qizim. Bu bola kim? Bu shahardagi tanishim. Shunaqa. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshimisiz bolam? Qo'llari ham baquvvatgina. Qani, ichkariga kiramiz. Biz qaytishimiz kerak edi. Birovga kelgandik sizni ko'rib ketishga. Yo, meni uyimga kelgan odam darrov keta olmaydi. Bir piyola choy ustida gaplashamiz. Yuringlar. Qani, kelinglar. Xush kelibsizlar. Zaf qilibsizlar-da. Qani, yura qolinglar. Xo'p. Mana onajon.
voy rahmat qizim, iloyim baxtli bo'lgin. Rahmat shart emas. Men tuzukroq kelib sizdan xabar ham ololmayapman. O'zingiz yaxshimisiz? Zerikib qolmayapsizmi? Yo'q bolam. Onajon, bir savol bersam maylimi? Faqat shaxsiy savol. Mayli. Sizdan Farhod aka kelmagan paytlari kim xabar olib turadi? Mendan xabar oladigan odamlar juda ham ko'p qizim, xavotir olmagin. Xo'p, shunda kim? Yana farzandlaringiz bormi? Qizim erga tegib ketgan. Shu qizim kelib xabar olib turadi. Undan keyin mana qo'ni qo'shnilar bor. Ular ham chiqib xabar olib turishadi. Ishqilib uyimda har kun odam bor. Mana boyagina qo'shnim kirib chiqib ketishi bilan sen kirib kelding. Unda yaxshi. Qizim, o'zingda nima gaplar? Men yaxshiman onajon. Yaxshiman. Yo'q qizim. Yaxshiga o'xshamayapti. Men buni ovozingdan sezib turibman. 2-3 kun oldin ahvolim juda ham yomon edi. Lekin hozir yaxshi. Sizni ko'rib yanada kayfiyatim ko'tarildi. Yaxshi bo'lgin bolam. Menchi qizim. Har doim sen bilan Farhodjonni duo qilaman. Ilohim shular baxtli bo'lsin deb so'rayapman. Onajon, men bu joylarni to'g'rilab tozalab qo'yaman. Supurgi qayerda edi? Hamma joyni bir supurib chiqay. Keyin ikkalamiz mazza qilib o'tirib choy ichamiz, xo'pmi? Shart emas qizim, shart emas. Shart onajon, shart. Men hozir kelaman. Avval choy ichib olmaysanmi? Keyin choy ichamiz. Ha. Mayli qizim, mayli. Meni qizim juda ham erki o'sgan. Uni otasi, akasi, men hech narsaga ko'ndira olmaymiz. Uni siz ko'ndira olaman deb o'ylayapsizmi? Masalan, men ko'ndira olmadim. Shunday ekan siz bu ishga noziklik bilan kirishishingiz kerak. Men sizni chaqirib maslahat berganimni yengillikka yo'ymang. Men qizimni baxtini o'ylayapman xolos. Uni bir betayin yigit aldab ketdi. Hozir qizimning yuragi chil-parchin bo'lgan. Shunday ekan, hadeb uni yoniga kelavermang. Bu Layliga yoqmasligi aniq. Chunki men qizimni juda ham yaxshi bilaman. Bu unga yomon ta'sir qilishi mumkin. Yaxshisi, siz boshqa yo'lini topishingiz kerak. Qanday topasiz, bu sizning muammongiz. Lekin uni oldiga hadeb kelaverishingiz ham katta xato. Tushundingizmi meni? Tushundim. Bundan keyin unga kamroq ko'rining. Endi to'g'ri, qiz bola romantikani yaxshi ko'radi. Lekin shu romantikani ham hadeb qilaverishingiz uni bezdirib qo'yishi mumkin. Men sizni yaxshi tushundim. Bu yog'ini menga qo'yib bering. Tushunganingiz uchun rahmat o'g'lim. Endi ketishingiz mumkin. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Shundoq yigit-a. Opamni ko'zlari ko'rmi, nima balo? Menga qara. Senga yigitlarga qarashni kim qo'yibdi, a? O'qishingni o'yla undan ko'ra. Sen hali yoshsan. Boyi. Shunaqa gaplar deng, oyijon. Mayli. Siz aytgandek qilamiz-da. Demak, bizni hammamiz Layliga qarshimiz. Men uni albatta ko'ndiraman. Layli albatta meniki bo'ladi. Bobojon, hali ham uylanmadingizmi? Yo'q qizim. Uylanaman deb o'zimiz qishloq tugur, qo'shni qishloqdan ham kampir qidirdim.
lekin birontasi menga egaman demadi. Nimaga tegmas ekan? Meni bobom bitta-ku. Men ham shuni aytaman-da. Endi o'zing birorta ayol topib bermasang bo'lmaydiganga o'xshayapti. Nima endi? Dunyodan soqqa bosh o'tib ketamanmi? Bo'ldi bobojon. O'zim sizga zo'ridan topib beraman. Barakalla. O'zingni o'qishlaring yaxshimi? Oyingni aytishicha magistraturaga o'qishga kirganmishsan. Qoyil. Oyingga meni nabiram bu dedim. Barakalla qizim. Bu magistraturada ham o'qib, ham ishlasa bo'ladimi? Bo'larkan bobojon. Ham ishlab, ham o'qiyapman. Sen qiz bizga aytmasdan, bildirmasdan ishlab yurganmishsan. Oyingni aytishicha unga pul berib yuborganmishsan. Shunday, o'qishdan bo'sh paytlarim ishlab ham turibman. Yaxshi. Endi xudo xolasa tezroq to'yingni ham ko'rsak, ana mana deguncha farzandli bo'lib, baxtli bo'lib ketasan. Men senichi har kuni duo qilaman. Ilohim, shu qizimni baxtini bergin deyman. Baxtli bo'lgan qizim. Tushunmay qoldim. Nimadir noto'g'ri gap gapirdimmi? Yo'q, hammasi joyida. Menimcha u uyaldi yoki toza havoga chiqqisi keldi. Shundoqmi-ku? O'g'lim, siz kim bo'lasiz unga? Kursdoshimisiz? Shunaqa desa ham bo'ladi. Onajon, o'zingiz ehtiyot qiling. Men telefoningizga o'zim raqamni yozib qo'ydim. Eshitib raqam terarkansiz. Eng boshida o'zim raqamni yozib qo'yganman. Nimadir bo'lsa qo'ng'iroq qilsangiz, darrov yetib kelaman. Xo'p, qizim, xo'p. Senchi qizim, bo'sh vaqting bo'lganida kelib turgan, xo'pmi? Biz bugun bor bo'lsak, ertaga yo'q bo'lishimiz mumkin. Diydor shirin deyishadi-ku. Shunaqa onajon. Ovqatingizni tayyorlab, o'zingiz aytgan joyingizga qo'yib qo'ydim. Qorningiz och qolganda ovqatlaning. Muzlatgichga hamma narsani joylashtirib qo'ydim. Hovlidan esa xavotir olmang. Top-toza qilib tozalab qo'ydim. Rahmat, Layli. Ilohim umringdan baraka top, qizim. Sen hamchi qizim, o'zingni asragin, xo'pmi? O'g'limni deb hadeb o'zingni qiynamagin. Mana ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Allohimni aytgani borki, mana shunday ishlar bo'lyapti. Bilaman, ona. Men taqdirimni Allohning izniga topshirib qo'yganman. Nima bo'lsa ham peshonamdan ko'raman. Shunday qizim, shunaqa qizim, shunaqa qizim. Qani, ilohi amin. Shu qizimni, o'g'limni baxtini ochgin Allohim. O'zingni mana to'g'ri deb bilsang, shularga o'zing ravo ko'r. Yaxshilik bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Qizalog'im, sen o'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? O'zim o'rgilay sendan. Mayli onajon, yaxshi o'tiring. Rahmat qizim, rahmat. Xo'p. Sog' bo'ling onajon. Sen ham o'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Xo'p. Razzoq aka, siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Tinchlikmi? Yana nima bo'ldi? Tinchlik.
Xullas, Ilyos aka menga sovchi qo'ymoqchilar. Sovchi qo'ymoqchi? Yaxshi-ku bu. Shunga men tomondan bo'lib uydagilar bilan gaplashsangiz degandim. Mezbon bo'lasiz endi. Nima? Sovchilarning shu yerga kelishmoqchimi? Ha, shu yerga kelishadi. Axir qishlog'imga borishmaydi-ku. O'zi oyim bilan dadamni meni ko'rishga toqatlari yo'q. O'shaning uchun shu yerda kutib olamiz. Siz nima deysiz? Yo'q, bo'lmaydi. Hech ham bo'lmaydi. Sen o'zingning shaxsiy ishlaringni ana uyingda hal qilgin. Shu yerga kela qolsin, iltimos qilaman. Qishlog'imizga borishning umuman iloji yo'q. Menga qarang. Siz o'zingiz xo'jayinlar bilan gaplashib ko'rasizmi? Xo'jayin bilan gaplashish hojati yo'q. Bu yerga kelishmaydi, gap tamom va salom. Ana biror bir kafega chaqirana. Kafega ham chaqira olmayman, bo'lmaydi. Nazira, men senga aytayapman, bo'lmaydi. O'zi bularning muammosi boshidan oshib yotibdi. Endi seni bu qilig'ing oshiqcha. Endi sevgida endi nima deysiz? O'lsin o'sha sevgisi ham. Menga qara, borib ishlaringni qilgin, bor. Bo'pti. Bir ozib-yozib ishim tushuvdi. Shunga ham yo'q dedingiz. Tavba qildim. Hozirgilarga nima bo'lgan o'zi? Tavba. Zara. Men shu paytgacha qilgan ishlarimdan afsusdaman. Lekin ayrim ishlarimni to'g'ri qilganman deb o'ylayman. Chunki baxt juda ham qimmat narsa. Unga erishish uchun bu yo'lda ko'p narsadan kechish kerak. Bilasizmi nima? Men o'shanda qadrli narsalarimni hammasini yo'qotib bo'lganman. Umrim davomida baxtga erisha olmayman deb o'ylayman. Mana shu otaxon tizzalarda ko'tarib katta qilganlar. Mana shu hovlida bolaligim o'tdi. Toki aldanib qolmagunimcha. Majnun. Men baxti qaroman. Lekin bularni ham baxtsiz qilishni xohlamayman. Shuning uchun ham yolg'on gapirishga majbur bo'lganman. Men hammasini tushunib turibman. Xavotir olmang. Hammasi joyida. Yo'q. Joyida emas. Sizni ko'zingizga yengiltakligim mayli. Yolg'onchi bo'lib ham ko'rinyapmanmi? Aytyapman-ku, hammasi joyida. Sen bunga majbur bo'lgansan. Seni vaziyatingni bu yerdagilardan ko'ra ko'proq men bilaman. Yelkangizga boshim qo'ysam maylimi? Yo'q. Bir marta. Mayli. Faqat bir marta. Dada, mumkinmi? Haligi Sherzod aka kelibdi. Kelgan bo'lsa chaqir. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kel, o'tir. Xullas gapni qisqa qilaman. Men to'g'risi seni qarzlaringni o'yladim. Kompaniyani kasodga uchrayotganini bilib,
sotib olmoqchi bo'ldim. Lekin sen bunga ko'nmading. Ko'rinib turibdi, sen meni noto'g'ri tushungansan. Keyin esa o'g'ling kelib bizga bir taklif berdi. Qanaqa taklif berdi? Xullas, kompaniyani biz 4 yil ishlatamiz. Shu vaqt mobaynida daromadning 50%ni sen olasan. Bu daromadlar bilan qarzlaringni bemalol uzib olasan. 4 yildan keyin yurib turgan kompaniyani boshqaraverasan. Xo'sh. Nima deysan? Rozimisan? Hozir javobini aytishing shart emas. Avval yaxshilab o'ylab ko'r. O'g'ling qizimni baxtsiz qilib tashlab ketgan bilan miyasi yaxshi ishlarkan. U bilan faxrlansang bo'ladi. Eshitaman. Opa, bugun vaqtliroq qaytasizmi? Tinchlikmi? Tinchlikmi deysizmi? Axir bugun dadamni tug'ilgan kunlari bo'lsa. Voy o'lmasam, esimdan chiqqanini qara. Sevgi dardiga mubtalo bo'lib yuravering. Bilasiz-ku, har yili dadamni tug'ilgan kunini katta qilib nishonlaymiz. Siz bilan raqs tayyorlamoqchi edik. Siz bilan repetitsiya qilishimiz kerak. Nima, esingizdan chiqdimi? Xo'p, esimda. Uyga boring, repetitsiya qilamiz. Opa, faqat tezlashing, tezroq keling. Hali sovg'alarni ham tayyorlashimiz kerak. Dasturxonni birga bezardik deyman-da. Sovg'ani olib keldingmi? Ha, olib kelganman, xavotir olmang. Bo'ldi, tezlashing. Xo'p, hozir boraman. Xo'p. Mayli. Kenaya. Ho, nima deysiz? Bugun dadamni tug'ilgan kunlari. Xo'sh. Shunga biz opam bilan sovg'a sifatida raqs tayyorlagandik. Zo'ru. Xullas, bizga musiqa qo'yib turadigan DJ kerak. DJ? Lekin meni DJ tanishlarim yo'q. Yo'q, bizga DJ kerak emas. Musiqani siz qo'yib turasiz. Telefoningizga musiqani tashab beraman. Kolonkaga telefoningizni ulaymiz. Men sizga ishora qilishim bilan musiqani qo'yasiz. Biz esa opam bilan tantanali chiqib, dadamga raqsga tushib beramiz. Xo'sh, nima deysiz? Bilmasam, qo'limdan kelarmikin? Keladi. Buni qiyin joyi yo'q. Xohlasangiz sizga raqsimizni ko'rsatib beraman. Faqat bu tomonda yonimda opam bo'lish kerak. Opam hozir kelyaptilar. Hozir sizga ko'rsataymi? Kamchiliklarini aytasiz. Voy, shart emas. Menimcha juda ham zo'r raqs tayyorlagansizlar. O'shanda tug'ilgan kun bo'layotganda o'sha raqsga tushib bersanglar, shunda ko'rib olaveraman. Hozir ko'rishim shartmi? Shart, Kenaya, ko'rishish shart. Bitta ko'ring siz. Mayli, xo'p, ko'rsata qoling. Mana hozir. Amakim keldilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Dadam aytish bo'yicha yaqinda to'yingiz bo'layotgan ekan. Ha, to'yim bo'lyapti. Uylanyapsizmi? Ha, uylanyapman. Kinoyim kim? Kelinoying juda ham chiroyli. Uyga kelin bo'lganda ko'rasan. Qayerdan kelyapsan?
Shu ko'chada ishlarim bilan yuribman. Uka, ertadan hammasi o'zgaradi. Nima o'zgaradi? Meni oldimda ishlaysan. Senga oldin ham aytgandim. Lekin o'zingni olib yuribsan. Aka, qo'ying. Hali ozgina ishlarim bor. Shularni tugatib oling. Hech qanaqa ish pishing yo'q. Men seni bilmasam ekan. Xullas, ertadan do'konga, meni oldimga ishga chiqasan. Endi do'konni men emas, o'zing boshqarasan. Aka, meni gapim shu. Gapni ko'paytirmasdan, ertadan do'konda bo'l. shunaqa gaplar, jiyan. Mana endi zanjirband qilib qo'yishdi meni. Ertalabdan kechgacha ishda bo'laman. Kenayni oldiga esa bora olmayman. Siz xavotir olmang. Bir yo'lini topamiz. Albatta topamiz. Ishlarimni bitirib telefon qilaman, xo'p? Bo'pti. Ketyapsizmi? Mayli, yaxshi aytib oling. Ha, faqat nima bo'lganda ham javobingizni kutamiz. Iloji bo'lsa tezroq bir qarorga kelib, javobingizni aytib olsangiz yaxshi bo'lardi. Kompaniyangiz ham baribir ishsiz yotibdi-yu. Uni ishlatish kerak. Sizga ham yaxshi, bizga ham. Men hozirroq o'ylab olishim kerak. Buni o'ylaydigan joyi yo'q, lekin nimani o'ylaysiz? Bor. Juda ham bor-da. Faqat sen uni ko'rmayapsan. Chunki sen yoshsan. Dadangdan so'rasang aytib beradi. Mayli aka, o'zingiz bilasiz. Lekin men har doim siz bilan hamkorlik qilishga tayyorman. Xullas. Javobini aytaman. Taklif uchun rahmat. Sog' bo'ling. Gaplaringga qaraganda bo'ladi. Bobojon, balki harakat qilamiz. Men oldin shunga o'xshash bemorlarni bir ikkitasini davolaganman. Yaxshi, ijobiy natija. Balki bunda ham o'zgarish bo'lar. Noumid shaytonga ishga kirgizsin. Hech qanaqa Majnun, Nima deysan? bobom haqida sizga bir narsani aytish esimdan chiqibdi. Xo'sh, nima ekan? Bobom juda katta tabib bo'lganlar. Tabib? O'zi tabib bo'lganlarga 20 yildan oshib qoldi. Lekin hali ham qo'llari yengil. Siznikiga o'xshagan kasallikni bir ikkita bemorlarda davolaganlar. Nima demoqchisan? Demoqchimanki, balki bobomga sizni bir ko'rsatarmiz. Endi tushundim. Nega bu yerga meni olib kelganingni? Xo'p, nima qilibdi shunga? Cho'kayotgan odam xasga ham yopishadi deyshadi-ku. Lekin men buni xohlamayman. Agar bobongga to'yi bo'lgan bo'lsang, ketishimiz mumkin. Hech qayerga ketmaymiz. Birinchi siz bobomga ko'rinasiz. Men allaqachon bobomga aytib bo'lganman. Rostdanmi? Yura qoling, qo'rqmang. Bobom ukol qilib davolamaydilar. Mayli. Yura qol. Bizdan nima ketdi? Bu boshqa gap. Opa, namuncha kech qoldingiz? Nima, piyoda keldingizmi? Piyoda kelganim yo'q. Hamma narsa tayyormi? Qanaqasiga tayyor bo'ladi, opa? Esiz joyidami? Hali dasturxonni ham tayyorlashga ulgurmadik. Nima, ichkarida joy qilyapsanmi? Yo'q, tashqarida qilamiz.
Xullas, opa, siz bilan raqsimizni ham tayyorlashimiz kerak. Raqsni qo'ya tur. Birinchi dasturxonni tayyorlash kerak. Dasturxonni xizmatkorlar tayyorlaveradi. Biz raqsimizni tayyorlashimiz kerak, opa. Men kenayimga ham ko'rsatib bo'ldim. Nima? Raqsni ko'rsatdingmi? Sen jinni bo'lganmisan? Lekin kenayimga yoqdi. Shu kam edi menga. Mayli, sen akamga qo'ng'iroq qil. Dadamni sal kechroq olib kelsinlar, chalg'itib tursinlar. Vaqtli kelib qolmasinlar yana. Xo'p, hali hech narsa tayyor emas ekan. Xo'p. Eshitaman. Aka, dadam bilan birgamisiz? Ha, shu yerdaman. Nima gap? Xullas, bugun aytgan gapim esingizda? Dadamni sal kechroq olib keling, 8-9 atrofida. Men dadamni u paytgacha ushlab tura olmayman. Bilasan, u soat 6 dan keyin ketamanga tushib qoladilar. Men bilmayman, aka. Nima qilib bo'lsa ham kech olib keling. Hali hech narsa tayyor emas. Laylo opam ham endi uyga keldilar. Xo'p. Bo'pti, harakat qilaman. Yo'lga chiqsangiz qo'ng'iroq qilib qo'ying, xo'pmi? Xo'p. Qani, yuring, yuravering. Hozir. Xo'sh, mana bu hamma narsani olib tashlaysizlar. O'rniga yangisini qo'yinglar. Xo'p bo'ladi. Amaki, nimaga keldik? Hozir ko'rasan. U nima, amaki? Bumi? Kenayini rasmlari. Qana ko'rsating. Mana. Voy vo. Ha, nima, yoqmadimi? Chiroyli emasmi? Chiroyli emas. Bu qizdan ko'ra meni onam chiroyli. Ha. To'g'ri. Seni oying yagona. Seni oying juda ham chiroyli. Qara. Lekin bu qiz ham chakki emas. To'g'ri. Ana endi sen menga yordam berasan. Mana. Yopishtiradigan joyini ochib berib tur. Men yopishtiraman. Xo'p. Devorga yopishtiramizmi, amaki? Ha, yopishtiramiz. Menimcha devorga yopishtirmaganimiz ma'qul. Aqlli qilma. Aytganimni qil. Ha. Mana. Ha. Mana buni och. Ochdingmi? Yo'q, ocha olmayapman. Ber bu yoqqa. Mana bu kichkinalarni yopishtir. Shularni och. Shunchalar ham chiroyli bo'ladimi, ha? Menga qara. Bu rasmdan devorga osganimni-chi, dadangga aytib qo'ymagin, xo'pmi? Nega? Nega layverma? Aytganimni qil bo'ldi. Ha. Uydagilar bilishini xohlamayman. To'xting. Nima deysan? Qayoqqa ketyapsiz? Qayoqqa bo'lardi? Ishga ketyapman. Qanaqa ish? Har doimgi ishimga ketyapman. Ha, nimaga o'sha har doimgi ishingiz bilsam bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, nima ish o'sha? Xullas, haligi zo'r ish topdim. Shuni borib gaplashib kelishim kerak. Borib olib, yana tag'ini Yo'q, ichmayman men. Va'da beraman. Jonginam, ichmayman. Boraman, kelaman, xo'p? va'da berasizmi? Ha, va'da beraman dedim-ku. Ichmayman bo'ldi. Omadbek o'g'lim, qani tez kiyinib chiq. Dadang bilan birga borasan.
hazillashyapsanmi? Men o'zim boraman, kelaman, darrov qaytib kelaman. Hozir shuni sudrab yuramanmi? Uyda o'tiribdi-yu. Ha, sudrab yurasiz. Bor bolam, tez kiyinib chiqaq. Ha, bor. Menga qara. Nima endi meni qo'riqlab yuradimi shu ichmasin deb? Albatta qo'riqlaydi dadajonisi. Siz ichishni boshlashingiz bilan menga qo'ng'iroq qilib aytadi. Men bo'lsa butun umrga uyingizdan ketaman. Ichmayman dedim-ku sizga jonginam. Axir va'da berganman. Bo'pti, mayli. Yaxshi boring. Tezroq chiq. Tekshirdilarmi? Ha, tekshirdilar. Keyin analiz javoblari telefonimda bor edi. Ularni ham o'qib berdim. Eshitdilar. Xo'sh, keyinchi? Keyin tunda muolajani boshlaymiz dedilar. Senga o'xshagan bir bemorim bo'lardi. O'shani davolaganman dedilar. Nahotki davolash yo'li bo'lsa? Bilmasam, balki bordir. Ha. Keyin tunda hech narsa yema, qorning och bo'lsin dedilar. Nega kulyapsan? Yo biror kulgili gap aytdimmi? Yo'q, shunchaki. Tunda nima bo'lishini bilib kulyapman. Rostdanmi? Nima bo'ladi? Birozdan keyin o'zingiz bilib olasiz. Nima og'riydigan biror muolaja qilalarmi? Yo'q, og'rimaydi. Undan ham battar bo'ladi. Yaxshisi ketganimiz ma'qul, Zara. Narsalaringni yig'ishtir. Yo'q, nimaga ketarkanmiz? Hech qayerga ketmaymiz. Ha, meni azoblanishimnimi? Ko'rmoqchiman. Hoy, qiz, to'xta. Dadasi. Tinchlikmi? Nima gapingiz bor? Xullas, onasi. Avvallari senga uylanishimdan oldin kim bo'lganimni bilasan-a? Men senga hammasini aytib bergan edim. Rosa xotinboz bo'lgansiz. Ha. Tinchlikmi? Eslab qopsiz. Gapni qisqasi, o'g'ling o'sha fohishaga uylanmoqchi ekan. Nima? Hatto uyga sovchilikka ham borib bo'pti. Kim aytdi buni sizga, dadasi? O'rtog'i. Yo'q. Gap unda ham emas. Asosiy aytmoqchi bo'lgan gapim umuman boshqa. Xullas u fohisha bo'lgandan keyin har xil odamlar bilan birga yotishi mumkin. Misol uchun, haligi... Yo'q. Unaqa demang, dadasi. Iltimos, unaqa demang. Yoki siz bilan shunaqa gapiring, dadasi. Meni qo'rqitmang. Shunaqa bo'lganmidi? Nega men Laylini uyg'otarkanman? Chunki Nazira limonli suv olib chiqyapti. Sen esa Laylini uyg'otgan. O'g'limiz xato ish qildi. Bilaman. Lekin baribir u bizni bolamiz bo'lib qoladi. Xuddi xayolimda bu uyda hamma meni kuzatib turganga o'xshaydi. Men aybimni kutib turishgandek. Ahmoq, bu uydagilarni sendan boshqa qiladigan ish yo'qmi? 1-2 kun vaqt bering aka. Ana undan keyin oldingizga ishga chiqaverardim. Sen ishga chiqur, keyin orada uchrashuvingga boraverasan. Shifoxonada bugun seni zarur ishing bor, bilasan-a? Yangi shifokor kelyapti. U bilan gaplash. Oylik maoshini gaplash. Nima, meni sevib qoladigan tomonlarim yo'qmi shunda? Bor. Xo'sh, qanday?
ichmayman deb yana hammani yonida shunaqa yurganingizni qarang. Sharmanda qilib.